Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Habibulloh Web. Xo'p, bugun darsimizda oxirgi, ya'ni app qismini ko'ramiz va loyihani yakunlaymiz. O'zi cho'zilib ketdi. Shuncha paytdan beri qilishimiz kerak edi, lekin qila olmadik. Bildingda, nimadir sabab bo'ldi. E, Sabab bo'lishining sababi, ya'ni nimadir dedim hozir. Sabab bo'lishining sababi deb, sabab bo'li bo'lishini sababi, ya'ni sabab bo'lishining sababi bu baribir darsni yaxshi tushuntirish, ya'ni darsni yaxshi yaxshi e, tushuntirishda. Darsni yaxshi tushuntirish uchun biz darsni shuncha vaqtgacha cho'zdik. Endi bundan foyda yo'q. Va dars sizlarga tushunarli bo'ldi. Va endi kelinglar asosiy logikani yozib olamiz. Ya'ni kodlarimiz bu bo'lgan. O'sha hamma patternlarimiz o'z nihoyasiga yetgan. Strategiya, command pattern, qanaqa pattern bo'lgan taqdirda ham o'z nihoyasiga yetib bo'ldi. Faqat bizda nima qoldi? App bilan main qoldi va shularni bugun kelinglar yozib olamiz. Loyihani qanaqa ishga tushirishimizni ham yozib qo'yganmiz. Endi keling buni loyihani o'zini yozishni boshlaymiz do'stlar. Birinchi o'rinda biz import qilib olamiz. Nimani? Import qilib olamiz. Ko'p narsani import qilishimiz kerak. Ya'ni zikr nimani qilamiz? Zikr counter qilamiz birinchi. Buni zikr counter olib kelib oldik. Singletondan va keyingisi import. Keyingisi bizga nima ekan? Misol uchun bizga simple kerak. Simple counter count strategiya kerak. Ya'ni oddiy strategiya va nima kerak bizga? Reward kerak. Reward counter strategiya mana. Mana shunday kerak bo'ladi. Hop, bu ikkinchisi import. Hop, uchinchisi bizda import bo'ladi add zikr command. Command patternni olib keldik. Hop. Bu ham bo'ldi. Hop, add zikr command, keyingisi zikr factory, hammasini olib kelishimiz kerak. Hop. Mana zikr factory bu ham olib kelindi va yana keyingisi oxirgisi prototip qolib ketdimi? Ha, prototip qolib ketdi. Import. Hop. Bizda nima qoldi? Zikr prototip qoldi. Bo'ldi o'zi. Biz o'zimizga kerakli bo'lgan asosiy ilovalarni, asosiy routlarni olib keldik. Ya'ni asosiy chaqiriladigan, import qilinadigan manbalardan foydalandik, olib keldik. Hali biz uni use qilmadik. Olib kelib oldik va function bizga funksiya kerak bo'ladi. Hop, bu yerda bizda run app bo'ladi. Ya'ni loyihani run qiladigan console log bizga nima kerak bo'ladi? Ya'ni zikr counter app boshlanmoqda degan narsa kerak bo'ladi. Zikr application started. Dabamki bizga nima qilsak bo'ladi? Min tochkani bosib, sizlar o'zingizga lohida shunaqa narsa qilib chiqsangiz bo'ladi. Misol uchun nima qilsak bo'ladi? Bundoq qilib qo'ysak bo'ladi. Boshlanyapti. Ya'ni hisoblagich, hisoblaydi zikr ham. Bitta bir hisoblagich bo'ladi. Mana bu yerga endi qo'yib qo'ysak bo'ladi, bundoq qilib. Yana nima qilsak bo'ladi? Misol uchun mana buni bosib, endi bosib qo'ysak bo'ladi. Mana. Keyingisi biz birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda biz yozib qo'ying. Birinchi strategiyani olib kelamiz. Strategiya. Ya'ni strategiya bak. Ya'ni bu oddiy sanash. Oddiy sanash olib kelamiz. Bismillah deb. Xo'p, nima deymiz? Counter deyishdan oldin bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi biz uni o'zgaruvchiga olishimiz kerak bo'ladi. Bundan oldin keling mana bitta olaylik o'zgaruvchiga. Const, shunda sal o'zimga ham tushunarliroq bo'ladi. Const counter emas, counter teng nima bo'ladi? Zikr counter mana olib keldik va o'shani get instance-ni olib kelamiz. Ya'ni birinchi marta chaqiramiz. Zikr counter nima edi bizda? Singleton deydi. Biz bitta chaqirib olganimizdan keyin bo'ldi. Do'stlar, bu yo'g'i biz o'zini counter deb biz buni olib ketursak bo'ladi edi, to'g'rimi? Ha, biz buni nechta usul bor edi bizda? Biz shuni singletonda yozmagan edik, buni strategiyada yozgan edik, esimda. Lekin
Hozir biz qilgan narsamiz boshqacharoq sal. Biz aytamizki nima deymiz? Strategy, counter, to'g'rimi? Set strategy va set strategy deganda mana buni tutamiz biz. Set strategiyaning qo'yish, strategiyani bir yasab olish degan ma'noda strategiyani mana shuni bizda qo'yamiz. Ko'rdinglar do'stlar? Shu. Xo'p, set strategy bo'ladi va bu yerda bizda new simple, ya'ni oddiy usulni chaqiramiz. Simple counter strategy. Oddiy usulni chaqirdik. Biz loyihani ishga tushayotgandagi kodni yozdik va uni biz counter, ya'ni singletonni biz yozib oldik va endi keyingisi bizda factory bo'ladi. Factory, ya'ni bu bizda nima bo'ladi? Shu orqali biz nima qilamiz? O'zimizni zikrimizni qo'shamiz. Orqali o'z zikrimizni, ya o'z zikrimizni ma'nosi boshqacha ketyapti. Zikr qo'shamiz deb bo'ladi. Ketdi. Const nima deymiz? Bu yoqqa zikr mana shu o'zgaruvchi sal yaxshi tushyapti, chunki boshqa bunaqa o'zgarishimiz yo'q hali. Factoryni chaqirib olamiz. Ya'ni biz tepada olib kelganmiz hammasini. Birin-ketin ko'rasizlar, mana och yonib turibdi, o'shanda bizga to'qroq, qalinroq, jirniroq yonishga o'tyapti. Ko'rdinglar? Tochka deymiz. Bizda create degan metodimiz bor edi. Ya'ni create degan metodimiz bor va shu create metodini biz nima qilamiz? Bu yoqqa olamiz. Faqat sal bitta narsasini to'g'ri ketyaptimi deyman-da. Factory kirib olaylik deydi. Create to'g'ri ekan. Ya'ni biz metod nomini boshqacha deb o'ylayman. Bizda create ga nima berishimiz kerak? Bizda create ga nima berishimiz kerak? Tip berishimiz kerak ekan. Xo'p, tipda bizda har xil tiplarimiz bor. Ya'ni subhanalloh yana boshqa tiplarni bizga berib qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan do'stlar. Ochamiz va biz o'zimizni mana shunaqa deb berib qo'yamiz. Ya'ni bu nima degani? Console log. Buni ma'nosini yozib qo'yganmiz. Ma'nosi o'zi chiqadi avtomatik. Hop, bu yerda endi aytamizki console log. Aytamiz console log deb. Hop, nima deymiz? Console log deymiz deb bu yoqqa aytib qo'yishimiz mumkin. Zikr. To'xtaylik faqat zikr. Nima qilamiz? Mana shuni qilib qo'ydik. Zikr. Aytamizki nima deymiz? Zikr name name'ini oldik. Ya'ni biz zikr factory'ning name'ini oldik. To'g'rimi? Factory kira oldik. Butunlay chiqib ketmaslikka. Mana. Bizda nima bor edi? Name bor edi. Ya'ni biz interface'ini zikr chaqirib olganimizdan keyin, ya'ni zikr chaqirib olganimizdan keyin degani nima degani? Biz prosta zikrni olib kelamiz. Ya'ni zikr factory'ni olib kelamiz. Uning ichida create degan metod chaqiramiz. Va bu yoqqa console zikr ichida bizda nima bor? Bizda interface bor va bizda name va description'ni berib qo'yishimiz shart. Tushunasizlar? Zikr nomini subhanalloh, ya'ni biz buni anaqa tipini berib qo'ydik. Ya'ni bu yerda ham biz aytib qo'yganmiz stringda. Biz buni tipini namoda metod bo'yicha biz buni saralab tashlaganmiz hammasini. Description bu yo'qni va endi nima qilamiz? Bu yoqqa o'tib o'zimizni shu tepada create qilib qo'yganimizni prosta berib qo'ysak bo'ldi. Va endi bu biz uchun oson usuli do'stlar. O'slar biza o'zi yozib qo'yib qo'yganmiz. Zikr.description deb bo'ldi. Hozir bu yerda qanaqa bo'lardi? Factory bo'lmaganda biz alohida bu subhanalloh uchun man descriptionlarni alohida yozishimiz va ovora bo'lishimiz kerak bo'lardi. Bu yerda o'zini bitta yozib qo'yamiz. Qolgan joylarda hamma yoqda bir xil name description yozib turamiz. Bu ham bir plyus tarafi. Endi eslatib o'tib ketaman, baribir bu o'zi hozir kerak emas o'zi. Lekin eslatib qo'yish yaxshi deb o'yladim. Orqali biz nima qilamiz? Zikrni qo'shamiz. Zikr qo'shish. Xo'p, const add command deymiz. Bu yerda nima deymiz? New deb turib add zikr commandni chaqiramiz va bu yoqqa counter berib qo'yamiz. Bizda counter bor edi. Nima edi counter do'stlar? Bizda counter onami instance edi. Ya'ni bu counterga kiradigan bo'lsak, biz zikr counterda biz instance chaqirganmiz. Ya'ni get instance'da biz bitta instance bo'lgandan keyin, ya'ni bitta yasab olingandan keyin shu narsa modellashtirilgandan keyin boshqa modellashtirilmaydi. Ya'ni o'shani qaytarib beradi prosta. O'sha o'zimizning instance qaytarib beradi. Tushunyapsizlarmi? Sizlarniki tushunyaptimi? Meniki tushunyapti lekin. Xo'p,
Bu yoqda endi nima deymiz? Biz buni olib kelib bo'lganimizdan keyin keyingilarida add comment deymiz. .execute. O'sha qo'shilyapti. Hop, xuddi shuni yana biza necha marta qilib tashlashimiz kerak bo'ladi. Bu yoqqa o'tib Ctrl C 3 marta qilib tashladik. 3 marta subhanalloh qildik. Va console log deymiz endi. Log. Mana endi bu nima deymiz? Hozirgi hisob deb turib biz chiqas qo'ysak bo'ladi. Current simple deb chiqasak bo'ladi. Uning uchun mana ham kerak bo'ladi. Mana current hop. Mana yaxshiroq yana. Current zikr count turib bundoq qilamizda. Biz o'tga nima qilamiz? Bitta ochib counter bizda nima bor edi? Faktlik emas, single o'taylik-da. Bizda get count bor edi. Ya'ni o'zimizning count ko'rsatib turadigan. Get count moment chaqirib qo'yamiz va oxiriga bizni shu qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana. Bo'ldi do'stlar. Hozirgi hisobni bizga ko'rsatib turadi. Bu yerda ham agar o'zimizni sal chiroyliroqtirmoqchi bo'lsak, ya'ni current bossak hamki current bossak, mana buni olib qo'ysak bo'ladi. Mana o'sib borish deganday qilib. Xo'p, endi keyingisi. Bizda yakunlab qolindi. Endi ikkinchi strategiyani deymiz. Bu bizda birinchi strategiya edi mana tepada. To'g'rimi? To'g'ri. Endi biz ikkinchi strategiyani yozishimiz mumkin. Strategiya 2. Ya'ni mukofotli sanash. Mukofot. Endi mukofot faqat savobi, lekin baribir bu yerda shu narsani aytib qo'ysak bo'ladi. Prosta qiziqtirish uchun. Counter. Biz nima deymiz? Set strategiya har doimgidek, ya'ni strategiyani o'rnatamiz, yangi strategiyani va bu revert strategiya bo'ladi. Revert counter strategiya. Xo'p, keyingisi biz add comment qilamiz. Add comment.execute. Bu yerda уже bizda nechta qo'shiladi? Revertda o'zida ikkitadan qo'shilib borish kerak. Simple'da bittadan qo'shilardi. Shuni esingizdan chiqazmanglar. Kodda agar yana eslatib olaman-da, bu revert bilan simple nima farqi bor deb savol berib qolishligi mumkin hozir paydo bo'ladi bu odamda. Va shu savolga javob bu. Ikkitasini yozib oldik, ya'ni ikkita strategiyani yozib oldik va endi console log qo'shib kerak bitta. Nima deymiz? Mukofotli hisob deb yozib qo'ysak bo'ladi. Nima qilamiz-da? Current masalan current reward count deb turib nima qilib biza counter get count deb turib masalan get count deb turib ha bu yoqqa yana shuni yozib qo'ysak bo'ladi. Bo'ldi do'stlar. Xo'p, prototip orqali biz klonlab olishimiz mumkin. Misol uchun oxirgisi shu qoldi-da. Ya'ni orqali klonlash yozib qo'yamiz mana. Xo'p, endi nima deymiz? Const next day yoki new day ham bo'ladi. Next day endi aytamizki, nima desak bo'ladi bu yerda? Xo'sh, bizga kelaylik birinchi chaqirib turaylik-da hozircha. Zikr prototip, keyin anaqa ham GitHub ham Copilot ham bir ideya yetib qolar. Bu yerda zikr prototipni chaqirdik. O'zi nima qilishimiz kerak edi? Prototipga kirib olaylik, shunda. Prototip. Xo'p, biz clone metodini chaqirishimiz kerak. Xo'p, bu bor, this name bilan description berishimiz kerak ekan. Xo'p, biz bu yerga o'tamiz-da. Zikr deymiz. Name. Zikr.name deymiz. Zikr.description deymiz va yo'q bo'ldi, bu tugadi menimcha. Hop, .clone deymiz. Xo'p, sizda bu yerda clone deymiz. Yana biz nima desak bo'ladi? Hozir menga kelmayapti. Mana bitta hozir bitta narsa tayyorlagan edik. O'sha narsani qilmoqchi edim. O'zi bu yerda boshqaroq, murakkabroq tashlamoqchi edim. Endi murakkabroq tushunarsizoq bo'lib qoladi deb o'yladik. Shuning uchun clone zikr up.
Hop, prototip kiramiz. Hop, bizda description, name berdik bunani. Klonni chaqirib, bu yoqqa biz yana bitta chaqirishimiz kerak ekan hozir. Obyektning nusxasini olishimiz kerak edi bizda, qisqa qilib aytganda. Xo'p, bu yerda biz klon deymiz, bo'ldi. Klonni просто o'zini chaqirib qo'ysa ham bo'ladi o'zi. Mana shuni o'zi yetadi, boshqa narsa yozish shart emas. Tagidan endi biz console log desak bo'ladi. Biz ham murakkabroq qilmoqchi edim, lekin mayli. Ertangi zikr tayyorlandi, ya'ni ertangi zikrni ham biz belgilab qo'ysak bo'lar ekan. Endi biz next day.name hop nima qilamiz? Mana shuni berib qo'ysak bo'ladi. Bo'ldi do'stlar. Ya'ni bu mavjud zikr obyektdan nusxa oladi. Ya'ni bizda mavjud qanaqa zikr bor? O'zi ham bitta subhanalloh qo'shdik-ku, to'g'rimi? O'shani biz misol uchun ertangi kunga rejaga, misol uchun bugun subhanalloh aytgan bo'lsak, ertaga subhanallohni biz nusxasini qilamiz. Ya'ni nusxasi bo'ladi. Ya'ni prototip pattern yangi obyekt yasashdan ko'ra, ya'ni klonlashni yoqtiradi. Ya'ni biz bugun biz mavjud etdik-ku, biz misol uchun tasbih etdik-ku. Ertaga shuni nusxasini aytaveramiz. Tushundinglar? Shunaqa dastur yakuni qilib turib biz hamki yana bildirib qo'yishimiz mumkin. Log turib misol uchun nima desa bo'ladi? Finished qilib qo'ysak bo'ladi. Mana shunaqa qilib biz tugatib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, bu hali yakun emas. Bizda main bor. Hali main o'sha semechka bor. Juda ham kam. Ya'ni semechka deganimga main tez bizdan xabar emas. Lekin juda ham kamda o'zi. Xo'sh. Mana main. Biz main npm run start qilib ishga tushiramiz. Bu qovursin, sizlarga bitta nusxa. Va biz import qilamiz-da, nima qilamiz? Run up chaqiramiz. Ya'ni loyihani ishga tushiradigan dasturni ishga chaqirishimiz kerak mana. Keldi. Ya'ni biz run up nima qilardi? Run up bizda ishga tushyapti deb turib bizga eslatib qo'yadi. Biz faqat mainni ishga tushiramiz. Bo'ldi. Boshqa hech narsa qilmaymiz. Xo'p, biz loyihani boshida eslaydi, biz to'g'rilab qo'ygan edik. Va run up'ni biz chaqirib qo'yamiz. Bo'ldi do'stlar. Shu semechka deganim shu edi. Shu. Endi kelinglar, tennis config.json ham bizga to'g'rilamagan bo'lsa, to'g'rilab chiqaylik loyihani. Dabdala qilmaslik uchun ACE19 to'g'rilagan edik. Hop. Disklarni to'g'rilaganmidik. Ya'ni bizda outdirlarni to'g'rilaganmidik. To'g'rilaganmiz. Source strict true bo'l. Ya'ni bizdan kelinglar endi npm run startda ko'rdinglar bizga qanaqa foyda beradi bu. Endi buni kelinglar bitta ishga tushiraveramiz. Xo'p, ishga tushirish uchun bizga albatta git 5 terminalni git 5 ochishimiz kerak. Shundan keyin biz o'zimizni loyihani ishga tushirish uchun imkon qilgan bo'lamiz. Bismillah deb ishga tushiramiz. Hozir xatolar chiqib qolsa agar to'g'rilaymiz. Xatolar paydo bo'ldi. Xo'p, bu yerda bizda nima qotdi? App topa olmayaptimi? Find model hozir biz ham bitta package.json-da har doimgidek muammomcha package.json. Xo'sh, bizda index.js emasda. Hop, main.test bizda asosiysi. Shunaqa. Asosiysi main testda, shuning uchun bizda xatolik beryapti. Keyin yana bitta boshqatdan ishga tushirib ko'raylik-da shuni. Bizda endi ishga tushirilishi mumkin. Yo, to'xtaylik, buni test qilish kerak. Kompilatsiyasidan chiqibdi. Endi barasi tushmadi. Xo'p, biz nima qilsak bo'ladi? Hop, test o'tkazilgan, type o'tkazilgan. Build test not source main test berganmiz bunga ham. Hop, mainga faqat biz bitta narsa qilishimiz kerak edi. Faqat sal bitta narsa mana bunday to'k ketib qolibdi. Biz main test emasda shundan. Misol uchun dist ichidagi main test qilaylik-da. main.js qilaylik-da mana. Mana shuni aytaylik. Shunda bizga ishga tushadi. Descriptionga bo'ldi. Avsorga faqat web yozib qo'ysak bo'ladi. Hop, bitga bo'ldi.
mana shunaqa qilsak bo'ladi. Endi ishlashi mumkin. Ishlamayapti do'stlar. Xatolik beryapti yana har doimgidek. Bizda nimadir ne to ketyapti. Xo'p, bizda bu yerda nima xato ketyapti? Mainda kirib ko'raylik. Mainda hech narsa yo'q. Main funksiya chaqirilyapti. App'danmi xato? Qani, app ko'pga ketganmi? Kompilatsiya bo'ldi chunki. To'xtanglar, voy. Sig'madi-ku endi yangisida. Yangisini yengilmadi-ku. Har bittasi yengillash kerak edi. Endi ishga tushishi mumkin. Yo'q, ishga tushmadi. Bir minut do'stlar, men shu xatoni topaman va kelaman. Hozir vaqtida ketib qolasizlarni xatoni topib aytaman. Xo'sh do'stlar, mana biz alhamdulillah biiznillah biz xatoni topdik. Hop. Bu yerda ko'p xato bo'libdi. Ko'p emas, endi shu tizim yo'llarida xato bo'libdi. Biz ham bitta esingizda bo'lsa, S-Next qilib qo'ygan edik. Buni CommonJS ga o'zgartirdik. Module resolution qo'shdik. O'zi bormidi, yo'qmi bilmadim. Shuni yozdik. Qo'shdik buni. Hop, root dir. Mana bitta значок qolib ketgan ekan, buni o'chirib tashladik. Bunda ham xuddi shu narsa bo'ldi. S module interrupt o'zi bor edi. Hop. App testi biz ham bitta singleton o'zi turgan edi. Biz buni patternni oldiga qo'shib chiqdik. Shunaqa import yo'llarida sal xatoliklar bo'libdi, lekin u mayda xatoliklar hammasi. Buni to'g'rilab chiqdik. Keyingisi. Mana subhanalloh kattasi bilan yozilgan ekan. Bu yerda biz nima qildik? App testi buni subhanalloh kattasi qilib qo'ydik. Bunda ham xatolik bor edi. Main testda import tizimida juda ham ko'p mulohazalar bo'ldi. Ya'ni JS yozib ko'rdim. Ya'ni kompilatsiya bo'lgandan keyin deb TS yozib ko'rdim, farqi bundan keyin to'g'ri yo'li shuni deb topdik. Xo'p, bu yerda keyin main asosiy qilib biz ham TS yozgandik boshida, ya'ni main deb yozib qo'ygan. O'zi umuman boshida indeks yozib qo'ygan ekanmiz o'tga. Keyin uni o'chirib tashladik. Umuman keyin uni dist deb yozdik va bunga ham dist yozgandim. Bunda xatolik chiqardi. Keyin buni source buni bunaqasiga o'zgartirdik, buni bunaqasiga o'zgartirdik. Va shu bilan xatolik bartaraf etildi. Menimcha va xatoni ham o'zim ko'rdim, ya'ni saytda o'zini xatosi, ya'ni bu quvonchli xato, quvonch ko'z yoshlari deydi-ku, xuddi shunaqa quvonchli xato bor edi bu yerda. Ya'ni hozir men uni ham ko'rsatib beraman, buni ham ko'rsatib beraman. Birinchi oldin qaranglar. Loyihani tushiraylik. Testsa, to'g'rimi? To'g'ri. Test qilamiz, ya'ni kompilatsiya qilamiz. Biz kompilator ishlatamiz. Xo'p, bu yerda mana npm run start qilardik. Va mana ishlayapti, ishga tushiryapti. Mana bo'ldi. Mana alhamdulillah mana. Zikr nima ekan? Zikr subhanalloh, Allohni poklab yod et. Ya'ni bu name, bu description, to'g'rimi? Va current zikr, ya'ni kelinglar. Mana bitta bizda current zikrda joy tashlaylik, bo'lmasam xunuk bo'lib qoldi. Xunuk bo'lib qoldi. Mana buni ham bitta tashlaymiz va shu bilan chiroyli bo'ladi. Xo'p, current zikr deb aytdik, mana bitta ham bizda loyihani tushirgan joyda ham qo'ysak yaxshiroq bo'lar ekan. Current zikr count 3, chunki nima count 3 bizda ham execute 3 marta tashlaganmiz. Mana yangi zikr qo'shayotganda 3 marta tashlagandik. Hop, buni kelinglar yana kontrol S deymiz, kontrol V qilib. Keyin 4 ta ko'riladi shu. Biz shundan bitta isbot qilamiz. Current revert zikr count 5 turibdi. Nima uchun 5 turibdi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bizda ham bitta 3 ta bormidi? Bor edi. Bizda o'zi tashlagandik, to'g'rimi? Bunga keyin kelib yana 2 ta qo'shildi. Revert bizda 2 tadan yurardi. Keringlar shuni yana kontrol S deymiz, kontrol V deymiz. Mana bu yerda endi bizda nechta paydo bo'ladi? 4 ta paydo bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 4 ta 10 ta zikr paydo bo'ladi. Mana bu yerda 10 ta, bu yerda esa 4 ta paydo bo'lishi kerak. Xo'p, next day zikr, ya'ni keyingi kunning zikrida subhanalloh, Allohni poklab yod et turibdi, to'g'rimi? Zikr counter application finished. Ya'ni zikr counter application started. Bu qopti. Sal toshib kelib qopti. Mana bu tashlasak bo'lar ekan. Sizga kerak emas ekan. Kelinglar endi xatoni sinab ko'ramiz. Xato ham bor bu yerda albatta. Xato juda ham yoqtiramiz xatolarni o'zi. Uni kichkina qilib qo'yamiz va xatonikini ko'ramiz. Testsi.
va o'zimizni xatoni tomosha qilamiz va xatolar ishlayaptimi yo'qmi degan savolni ham bartaraf etamiz. Va mana xatoni tomosha qiling. Yo'lda xatolik otib yuboradi sirasi true new error, ya'ni mana bu biz yozgan xatonimiz otib yuboryapti, ya'ni mana bu 19-xatorda mana bunday zikr mavjud emas yoki noma'lum turi kiritildi deb bizga chiqazyapti va xatoni bu kursda ham beryapti qattaliklarini. Alhamdulillah, mana ko'rasizlar juda ham zo'r ishlayapti. Endi kelinglar faktchilikda biz faktchilik emas, appda biz buni to'g'rilab qo'yamiz. Shu appmi, appmi bilmadim. Subhanalloh qo'ydik. Endi keling test qilamiz. Oxirgisi bu yakuniy ishga tushirish va bu bitta demo ham desam bo'ladi. Bitta demo alohida video olmadim. Shu sizlar bilan birga qo'shilib qildik shu loyihani tizimda. Va mana natijasini ham ko'ryapmiz. Mana do'stlar, bizda zikr subhanalloh Alloh akbar deyotib, biz aytganimizdek 4 ta chiqdi zikr. Nimaga 8 ta chiqib qoldi? 8 taning sababini ham hozir biz topamiz. 8 taning sababi do'stlar bizda bu yoqda execute 4 marta bor, to'g'rimi? 4 marta bordi. Xo'p. Bu 2 martadan bo'ladigan bo'lsa 6 ta, to'g'ri, 8 ta bo'lar ekan. Mana buni yana bitta ko'paytirib qo'ysak bizda 10 ta bo'ladi. Mana. Endi kelaylik, yana bittasini. Endi bu oxirgisi. 10 ta chiqazaylik, shuni isbotlaylik. Xo'p. Mana va mana bizda natija chiqdi. Xo'p, mana 4 ta, bu 6 ta. Ya'ni current, ya'ni oddiy simple tashlaganda bu mana bitta ham biz to'g'rilab qo'ygan xatolarimizni boyagini ko'rasizlar, yaxshi, chiroyli chiqdi. Ko'rdinglar do'stlar, zikr uchun bizda ancha yaxshi loyiha bo'ldi. Ya'ni bizga kerak bitta mashina create, bitta shuni o'zgartirib qo'yish bilanoq nima qilishimiz mumkin? Ya'ni alhamdulillah qo'yishni shuni qaranglar. Oxirgisi ya'ni bu endi bu sizlarga sinab ko'rib tushuntirib berganim baribir yaxshi-da. Buni ko'paytirib ko'rdim, kamaytirib ko'rdim. Oxirida biz finish qilib ko'rdik, to'g'rimi? To'g'ri. Endi biz shuni har xil yo'llarini ham sinab ko'rishimiz kerak. Baribir buni turli tomonlama ko'rib chiqish kerak. Mana alhamdulillah, o'sha bizda nima bo'pti? Allohga hamd bo'lsin deb chiqyapti. Ko'rdinglarmi? Bizda bu keyingi zikr ham xuddi shu Allohga hamd bo'lsin deb chiqyapti. Sizlar bilan Habibulloh web bo'ldi. Loyihani mana tugatib oldik. Alhamdulillah, mana sizlar bilan insonlarga manfaat keltirishini so'rab qo'ygan bo'lamiz va sizlar bilan keyingi videolarimizda ham shunaqa yaxshi loyihalarni qilishimizni niyat qilib qo'ygan holatda bugunga xayrlashamiz. Assalomu alaykum.